zaviyeler, ustozlar, shogirdlar, beva bechoramiz ko'rin duoga muhtoj bo'layotganlarga, shuningdek shu yerga duoga qo'l ochib o'tirgan aziz ustozlarimizning o'tgan avlod ajdodlariga, barcha o'tgan ota-onalarimizni, barcha o'tgan avlodlarimizni barchalarini ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, qiyomatda ularning mushkullari o'zi oson bo'lsin. Allohim Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan ularni benasib qilmasin. Allohim, ey Allohim, dunyomizga, elimiz, xalqimiz tinchligini, osoyishtaligini bergin. Xonadonlarimizga, oilalarimizga fayzu baraka bergin. Yuqorida aytgandek, barcha o'tgan kursdoshlarimizning joylarini jannatdan, oxiratlarini obod qilgin. Allohim, lekin niyatlarimiz bo'lsa, har yili mana shunday uchrashib, qatnashib, diydor ko'rishdan Xudo ayirmasin. Allohim, Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar bi rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar. Hozir bu yerda mana ekranda kamlar nima ko'plar qolib ketdi. Ular safimizda 16 kishi ketib qoldi hozir. Allah barchasiga rahmat yog'ib bo'lsin. Shular kelasi uchrashuvlarga buzilmay yangi bo'lib kelaylik. Nasib qilsin shukurlar. Rahmat. Katta rahmat. Albatta biz oramizdan bevaqt ketgan do'stlarni yodlamasdan bugungi bayramimizni boshlay olmas edik. Shu bilan birgalikda mana shu Dubai restoranini tashkil qilgan rahbariyatimizni ham barcha o'tgan qarindosh urug'lari, nima deydi, ota-onalari, bobolari hammasini ruhi shod bo'lsin deb aytamiz. Bu yerda mana to'rida bizda mehmon bo'lib o'tiribdi ekan, opalar. Bu mehmonlarimizga ham albatta sizlarni ham o'tib ketgan ota-bobolaringlar, onalaringlar bo'lsa ruhlari shod bo'lsin deb, endi esa bayram tadbirimizni boshlaymiz. Mana o'g'limizga ham bizga chiroyli xizmat qiladi, baxtini tilab, oxirida bularga ham chiroyli duolarni beramiz deymiz. Bugun 18 yoshga aylanib davrani bo'shatmasligimiz kerak. Kim agar bugun davrada o'tirib qaralida tan oladigan bo'lsa bo'ldi. Bundan keyingi nimalarda xafa bo'lmasinmanda. Shuning uchun hamma o'ynaydi. Mehmonlarimiz ham biz bilan o'ynash imkoniyatlari bo'ladi. Barchaga rahmat. Murat keladi. Ro'zg'oram Muratga. Shahodat. Ko'ryapsizmi? Rayhon, Jizzax, Erkinjon, Sirdaryo, Sonya, Qozog'istonlik aziz mehmonimiz. Mana rahmatli Shahra kursdoshimiz. Mana yana Ma'muraxon. Ma'suma, tanidingizmi? Gulchehra, Xorazm go'zali, bugun Lazgiga o'ynab bermasangiz qo'yib bera olmaymiz. Erkinjon rahmatli. Muhammad Ali. Fransuzcha gaplashamiz. Naziraxon. Vaqtimiz bo'lganda parkingga borardik. Rahmatli Mahmuda, ajoyib qizida. Faridaxon. Ko'ryapsizmi o'zingizni? Rahima, rahmatli bo'lib ketdilar. Gulchehra, Andijon, go'zal Andijon ko'chaga o'ynab beradi. Ona, Surxondaryochasiga o'ynab beradi. Salomat. Hindcha qo'shiq aytishimiz kerak edi. Oyzola bilan Salomat tayyor bo'lib turishadi. Sanoat kelmadi. Hop, Ubaydulla aka, Faridaxon. Ma'mur aka, bu yerda mana o'tib ketgan barcha kursdoshlarimizning joylari jannatda bo'lsin va bu yerda ishtirok etayotgan barcha kursdoshlarimizning jonlari omon bo'lsin. Uzoq yillarda sizlar bilan birgalikda mana shunday bir diydor ko'rishlik hammamizga nasib etsin. Endi esa hammani davraga chorlaymiz. Chiroyli qo'shiqlar qo'yib bersanglar, balki
va Germaniyaga bordim. Shunday qaradim, bizni komanda o'tib ketyapti 40-50 kishida, to'g'rimi? Esladingizmi? Bundan qarasam bir yigit turibdi-da. Rosa bizni kursdoshga o'xshaydi. Lekin o'ylandim, qanaqa qilib bu yerda bo'lishi mumkin? O'ylandim-da boshqalarga o'tkazib oldim. Keyin oxirida bordim. Shundoq bordim-da, taniyapsizmi dedim. Bular nima dedi, siz o'shani demadi lekin. Esladingiz-a? Qaranglar, odam bilan uchrashmaydi-yu, toq bilan uchrashmaydi-yu, odam bilan uchrashadi degandek. Bular bilan biz Germaniyada uchrashib qoldik. Va bugun mana tabrik uchun kelganingiz uchun katta rahmat aytaman. Kursdoshlarga nima tilaklaringiz bor? Marhamat. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizlar, aziz kursdoshlar, qadrdonlar, sog' omonmisizlar. Farzandlar, nevaralar. Hammamizda nevara bo'lishi kerak, menimcha. Chevarasi borlar ham bormi ichimizda? Xudoyim shularning baxt saodatini ko'rib, uzoq umr, ular rohatini ko'rishni nasib etgan bo'lsin. Endi biz boshimiz ulg'ayyapti, katta bir yo'lda ketyapmiz. Allohim shu yo'lda oxirgi manzilgacha eson-omon yetish hammamizga nasib qilsin. Hozir ko'rdik, ayrim kursdoshlarimiz bevor oramizdan ketdi. Oxiratlarda obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Endi bu hayot, bu taqdir bu. Shuning uchun doimo sog'-omon bo'lingizlar. Mana kecha ba'zi sabablar bilan birga bo'lolmadik sizlar bilan birga, lekin o'sha qadrdon dargohga boribsizlar, uni atrofidan o'tibsizlar. Men ham har zaman o'tganimda bir yurak hapqirib ketadi-da, baribir student oltin davrining qaysi bir lahzalari o'sha yerdan o'tgandi. Ko'rgan bo'lsangiz, Toshkentimiz juda ham o'zgargan, juda ham go'zallashgan. O studentlik davrimiz emas, bundan 10 yil oldingi davrga nisbatan juda ham go'zal bo'lib, hozir dunyoning men degan davlatlarning poytaxtidan tenglashib oladigan shaharga kelgan. Endi faqat Toshkent emas, mana viloyatlarimizdan gullab-yashayapti. O'zbekistonimiz gullab-yashayapti. Mana bir hafta oldin biz xizmat safari bilan Afg'onistonda bo'ldik, Tolibonlar bilan uchrashdik. Bu yerdagi yashashni, haloyatni, insonlarni ko'rib, qo'pol qilib aytganda uni tasavvur qilib ham bo'lmaydi-da, yashashni bilmaydi. Shuning uchun Xudoga Allohga shukronlar keltirib, shu vatanimizdan tinchlik-omon Allohga yo'lida biz doimo duoda o'tiraylik. Sog' omon bo'lingizlar barchalaringiz. Elaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin. Farzandlar to'ylariga, nabiralar to'ylariga aytingizlar, nasib bo'lsa boraylik. Nasib bo'lsa duoda bo'laylik, qo'limizdan kelsa xizmatda bo'laylik. Hammalaringiz sog' omon bo'lingizlar, lekin men Germaniyaga qaytganimga ancha bo'ldi. To'g'ri, men bir 15 yil yashadim-ku. Hozir keldim boshqa davlat ishida bo'lganim uchun men endi Germaniyaga emas, O'zbekistonga. Bugun mana davramizga qo'shni davlatlarda u paytda davlat bo'lmagan, bitta ministr bu hammamiz o'sha yerdan o'tamiz. Qo'shni davlatlardan ham aziz kursdoshlarimiz kelgan, biz ularni hurmat qilamiz, doimo sog' omon bo'lishsin. Doimiz hammalaringiz omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Albatta sizga alohida yana minnatdorchilik bildiramiz. Chunki biz har safar uchrashuv qilganda alohida sizni eslashga harakat qilardik. Chunki Germaniyadamikin, O'zbekistondamikin, qayerda ekan, qayerda bo'lsa ham kelsa yaxshi bo'lar edi, bag'rimiz to'lardi dedik. Mana bugun bag'rimiz to'ldi desak xato bo'lmaydi. Endi esa keyingi so'zi bizni mana shaxsan mening guruhdoshim. Bular startda bo'lganman, kamso'r bo'lganman, jiqin-jiqin qilib tortishardik, talashardik, mazza qilib, bitta gruppada mazza qilib o'qigan meni guruhdoshim Alisherjonga so'rayman. Assalomu alaykum. Yaqinda 25-siyov kuniga sinfdoshlar uchrashuvini tayinlashibdi. Eshitishimcha 50 ekan. Men aytdim, sinfdoshlar uchrashuvi deylar. Lekin 50 yil demaylar, ko'z tegib ketadi. O'sha 50 ga yetmaydi deylar. Shunga o'xshab qilmoqchi bo'lgan niyatim o'sha 50 yillikda ham ko'rishib, masjidda odamlar hammasiga nasib qilsin. Bizga 45 yil bo'ldi bu yil.
45 ham biz bekitadigan yil bo'lib qolibdi u. Hammalarning sog'lig'ida, salomatligida ko'rganimdan xursandman. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, uchrashuv tashkilotchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Juda ham katta tashkiliy ish qilingan. Hammanglarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning bitta vaqtimiz yaxshi insonlarning oilasida dunyoga kelganimiz. Bo'lmasa, oliy ma'lumotli bo'lib, shunaqa institutda 5 yillab Toshkentda o'qimasdik. Ikkinchi vaqtimiz o'zimiz yaxshi inson bo'lib yetishganimiz uchun xalqning nazarida bo'ldik. Hozirgi asosiy vaqtimiz farzandlarning nevarasidan ardog'idaligidamiz. O'sha ardoq uzoq yillar davom etsin, bardavom bo'lsin. Bugun mana o'tganlarni eslashdi. Mani do'stlarim ichida ko'p kursdoshlar uchrashuvi biz ichimdan bir narsa o'tadi, mazam qochadi. Qani edi hayot bo'lganda hozir yetaklash, hozir gapiryapman, jimirlashib ketyapti. Yetaklab viloyatlarga borsak, do'stim Ahmedov Berkinni yoniga o'tkazib olsam deb edi. Lekin hayotda hamma narsa biz xohlagandek emas. O'tganlarga Alloh rahmat qilsin, shoistayi jannat qilsin. Faqat duolarimiz borib turadi endi ularga. Shu yerda o'tirgan insonlarning hammasining umri uzoq bo'lsin. Yuragimizda hali ham orzu umidlarimiz ko'p. Katta rahmat Alisher, albatta biz haqiqatan ham o'tib ketgan kursdoshlarimiz qatorida eng birinchi bo'lib Lutfiyani eslaymiz, joylari jannatda bo'lsin. Bizni eslaganimizni o'zi ularni barhayot biz bilan degan narsani bildiradi. Lutfiya ham qolgan kursdoshlarimiz ham biz uchun qalbimizda va biz bilan barhayot. Chunki ularning farzandlari ham bizning yonimizda. Endi esa mamnuniyat bilan juda ham uzoq, ya'ni boshqa mamlakatga ko'chib ketsa ham bir oyog'i, bir qalbi bizning yonimizda turgan Ulbekaga so'z beramiz. Qozog'iston nomidan, demak, Ulbeka. Garchi Ulbeka bilan biz bitta joyda, ya'ni Gagarinda bular Sirdaryoda, men yonma-yon turgan bo'lsak-da, buni o'sha Qozog'istonga ketib qolganini bilmagan ekanman. Ancha qiynalib yurib bo'lsa ham topdik va so'zni Ulbekaga beramiz. Саламатсыздарма, құрдастар, курстастар. Мен енді қазақ тілде айтамын. Себебі көп жылдан бері өзбек тілін ұмытып қалдым. Сіздермен 5 жыл оқып жүргенімде 50% біледі. Енді кешіресіздер. Қазақ тілде айтайын. Құрметті менің достарым, барлықтарыңды көргеніме өте қуаныштымын. Сендердің барлықтарыңа тек қана қуаныш тілеймін. Осылай жарқырап, күлімдеп, барлықтарың келіп, бауырларыңды бауырымызға тигізіп, құшақтасқандарыңа рахмет. Сіз біздескенімізге рахмет. 5 жылда бәріміз бірдей болып өстік. Мақталарда, алма бақтарында, мектеп студенттік кездеріміз бірге болды. Сіз біздеп ажыратпадық бір-бірімізді. Мына нелерімді білмей отырмын, қуанып жатырмын. Қай жерде болсақ та құшақтарын жайып қарсы аласыңдар. Сендерге көп рахмет. Алла жазса осындай қуанышты күндер көп бола берсін. Бастарым ешқашан азаймасын. Бақытты өмір сүрейік. Мына Алишер айтқандай